O'tgan safardagi hardkor dunyoyimni esdan chiqarib, yangisini ochishga qaror qildim. Unda ketdi. Birinchi birimiz yaraldi. Bu biyom Norum. Unda ishlarni boshlaymiz. Bizga verstak va choplar kerak bo'ladi. Chopdan bizlar taxtakirka yasab olamiz. Taxtakirka orqali toshlarni chopamiz. Minecraftdagi kuchayish. Kuchayish double. Bizlar kon yoki qishloq topish kerak. Kon topildi, lekin hardkor Minecraftda bu judayam xavfli. Shuning uchun qishloq topish rejamizda qolganimiz yaxshi. Axir bu seyf hardkorlarni umrini uzoq qiladi. Shuning uchun qishloq topamiz. Mollarni esa kitob uchun o'ldiryapman. Kitob esa bizga bu ishlarni yasashga yordam beradi. Va qo'ylar ham kerak. Xo'p, u kod chopildi. O'zimga хотя бы yangi versiyalarda qo'shilgan misdan narsalar yasashim kerak. Shuning uchun temir va mislarni kovlab olamiz. Temir topildi. Endi mis ham topildi. Va bularni eritib, yangi versiyalarda qo'shilgan o'zlarimizga aslahalar yasab olamiz. Misdan aslahalar. Bu temirli kuchi bilan bir xil. Temirni ham eritishga qo'yib qo'yamiz va o'zimizga smolker yasash uchun taxtalarni chopib olamiz va smolker tayyor. Buni esa ovqat pishirish uchun qo'yib qo'yamiz. Hop, o'zimga kalkon yasab olaman. Hamma narsadan himoya bo'lish uchun. Hop, misli aslahalar ham tayyor. Biz endi maksimalni kuchayamiz. Misdan kirka, misdan topor yasab olamiz. Va misdan qilich ham. Bularni endi tosh aslahalarni tashlab yuborsam ham bo'ladi. Hop, endi yana teri uchun mollarni chopamiz. Ana bu yerda qishloq ko'rdim. Mollarni chopib olib shu yerga bo'lamiz. Va keldik. Qishloqdagi birinchi golemni o'ldirib olamiz. Xavfli. Golemdagi temir albatta bizga kerak bo'ladi. Ketmon yasab olib, u yerdagi hamma samonlarni chopib chiqamiz. Albatta o'zimni ovqatim uchun emas, villagerlarni ko'paytirish uchun. Qishloqdagi yana bir uyda kon bor ekan. Uyini berkitib qo'yish kerak. Qishloqlarni zombi yeb ketmasligi uchun yoki pastga tushib ketishlari mumkin. Shuncha ishlar qilib, kunni ham botib olibdi. Va tunni birinchi tunimizni mana shu yerda o'tkazib olamiz. Ikkinchi kundan daraxtlarni chopishni boshladim. Hamma qishloqlarni qamash uchun. Qishloqlarni sonini ko'paytirish uchun menga hali jun ham kerak bo'ladi. Jundan kravatlar yasaymiz. Hop, taxtalarni maydalab olib, hammasidan kichkinagina hovli yasaymiz. Hop, ishlarni boshlaymiz unda. Kechga yaqin tugatib oldim. Daraxt chopish bilan bu tunimiz ham o'tib ketdi. Va keyingi tundan yana qurishni boshladim. Qishloqlarni menga kravat ham kerak. Hammasini yinab olaman va qo'yib chiqaman. Shu bitta qishloqning bolasi ham kiribdi. Bizga kitoblar uchun qog'oz ham kerak. Buni shakar qamishdan olsa bo'ladi. Qishloqdagi hamma ish stollarini qo'yib oldim va kravatlarni ham o'zim yasadim bir-ikkitasini. Keyin tunni o'tkazib yubordim. 4-kundan daraxt chopishni boshlab yubordim. Va mana shu yerdan o'zimga sun'iy kon qazmoqchiman. Daraxtlar esa narvonlarni yasash uchun kerak. Va men olmos ham topish g'oyasi kelib qoldi. Shuning uchun o'zimga temirli kirka ham yasab oldim. Qandaydir konga kelib olmoslarni ham topdim.
Bugungi maqsadga ham erishdim. Olmoslar. Yana olmoslar topib oldim. Shu yerning o'zidan. Shu yetib qolsa kerak. Xo'p, kondan chiqib oldim. Endi bunga men olmos kirka va enchanting table yasashim kerak. Birinchi olmos kirka va bundan obsidianlarni buzib kiraman. Obsidian topib kelishim kerak oldin. Va o'zimga kichkinagina baza qurdim mana shu yerda. Sandiqlarni joylaymiz. Va bu yerga keraksiz narsalarni hammasini so'qib qo'yaman. Xo'p, uxlab olamiz va 6-kun va temirlarni eritaman va o'zimga birinchi baqirimni yasayman va unga suv to'ldirib oldim. Va konga tushdim. Qandaydir konda temirlar bor ekan, lekin xavfli. Shuning uchun shahar kamushlarni terib, birinchi asboblarni topib oldim. Esdalik uchun olib qo'yaman. Yana bitta qishloq topdim. Bu yerda tomonlarni uxlatib va bu yerdan loot qilib olishim kerak. Deb turgan paytimda mana bunaqa yer spawn bo'lgan ekan. Aslida bu suyuqda paydo bo'lishi kerak edi. Va buning ichida kerakli narsa yo'q. Oladigan narsalar bor. Masalan, ko'mir. Hop. Qishloqni loot qilganimda bandal topib oldim. Va buni inventarimni tozalashda maqsadda oldim. Va juda ham qulay va juda ham zo'r narsa ekan. Inventarimni tozalagandan keyin galemni o'ldirib oldim. Shunda menga zombi ham halokat qildi. Galemni baribir o'ldirib va shu yerda tunab qolishga qaror qildim. Va ko'zimga ko'ringan birinchi uydan uxlab qoldim. Va 7-kunga uyg'onamiz. Men o'zimni qishlog'imga qaytishga qaror qildim. Bu yerdan lootlarni oldim va o'zimga qishlog'imga qaytdim. O'zimni qishlog'imda esa kitoblarni yasab qo'ydim. Va menga obsidian ham kerak. Xo'p, bandaldagi ichindagi narsalarni to'kib olaman. Va bular kerak emas. Shuning uchun sandiqqa solib qo'yganim yaxshi. Xo'p, men endi obsidian qidirishga otlanishim kerak. Qishloqlarni ko'paytirish maqsadida men o'zim non olib oldim. Va nonlarni yasab, qishloqlarni ko'paytirishni boshlab yubordim. Va qishloqlarga nonlarni berdim. Hop, olinglar. Kelganimcha ko'payib turinglar. Hop, men o'zimga enchanting table yasaman. Albatta men pauza vaqtida obsidianlarni kovlab keldim. Va kitobni qo'yamiz. Mana bizning birinchi enchanting table'imiz. Janolar uchun bizga taxtalar ham kerak va kitoblar ham. Bu boshda kitoblarni yasab olamiz. Qancha? 6 ta chiqadi. Hop, kitob javon yasab olamiz va bizda 3 ta kitob javon. Uni esa bu yerga o'rnatib, kitob javonlarni qo'yib olamiz. Hali bular maksimal darajada emas. Bu yerda nima qilyapsan? Ket. Kesh. Kelma bu yerga oilang bilan. Go'shting harom. Galemlar spawn bo'libdi. Kimyogar qishloqni kuchaytirish yordamida enderpearllar sotib olish mumkin. Shuning uchun menga flint kerak. Uni mana bu gravilardan olsak bo'ladi. Va flintlarni bizlar kamonchi stolga aylantiramiz va kamonchi stoldan tayoqlar sotib zumradni kovlab olamiz. Sal qoldi lekin. Go'shtni yeb olib, bazamizda bularni maydalab olamiz. Maydalab emas, flint tushmaguncha kovlaymiz. Va bizda flintlar ezib yubordik. Va nihoyat bo'ldik menimcha. Ha, ikkitasi yetadi va ikkitasi yordamida bizlar shu stolni yasab olib tayoqchalarga aylantirib olamiz. Va bizlar o'zimizning oldingi ishlatgan narsamizni ilib qo'yish uchun narsa ham yasab olamiz. 3 ta yetadi.
va oldingi birinchi ishlatgan narsalarimizni qadriyat maqsadida bosib qo'yishimiz kerak. Epik turdi va ishimizni davom ettiramiz. Qishloqlar eski ko'payib qopti. Xo'p, seni sotib olmaysanmi? Unda kerak emas. Va boshqasi sotib olar ekan. Yetarlicha zumrad olinmadi. Menga bundan lapis lazuli kerak. Buni kuchaytirsak yetmasa kerak-ov. Ha, yana daraxtga olib kelishga to'g'ri keldi. Buni esa sotamiz. Xo'p, bizda esa 16 ta zumrad bemalol sotib olamiz. 11 ta bo'ldi. Endi esa 13 ta. 13 ta lapis lazulidan sehrlaymiz kirkamizni va yaxshi sehr emas. Bizga hali olmos kiyimlar ham kerak. Shuning uchun men konga tushib kelsam kerak-ov. Kon xavfli, lekin men uchun emas. Shuning uchun enchanting stolda effektivist tool yoki bir kirka tushirishga harakat qilamiz. Uni sehrnotda ishlash uchun bizga tachila kerak bo'ladi. Grindstone yasab olamiz va eng g'alati craft. Xo'p, bundan esa kirkamizni sehrini olib tashlab, boshidan sehrlab ko'ramiz va bizga tushadigan effektivli bo'lsin. Bir. Juda ham yaxshi. Endi konga tushib olmoslarni qidirsak bo'laveradi. Bu yerdan ko'p olmos to'lamaycha chiqmayman degan maqsadda. Xo'p, kon topib oldim. Creeper, olmos. Bunga olmasdan ketmayman. Xavfli burilish. Easy-ku. Olmoslarni kavlab olaman. Va chetlarida yo'qmi? Qarab ham olish kerak. Olmos. Ikkita ekan. Yo'qmi? Bor ekan yana. 3 ta ekan. Bizda 4 tagan olmos. Ana bu tarafda ham olmos bor, shuni olamizdan ketmayman. Qilich ham olmabman u. Ahmoq. Xavfli. Qilich ham yo'q, hajab. Olmos armor qilmasdan ketmayman degandim. O'zim bloklarga ura olishim kerak. Chap tarafdan borsak olmos. Yana olmos. Bu ko'p olmos bu yerda. Yana olmos. Mana shunaqa teshik yarim konlarda bor ekan. Va bizda 49 ta olmos. Bu ham yetib olsa kerak. Tepaga chiqishni davom ettiramiz unda. 49 ta olmos bizga aniq yetib qoladi. Olmoslardan o'zimga brand yasab olaman. Va mening maqsadim mission complete bo'ldi. Bu narsalarni tez yasash varianti cover me with diamonds. Bularni hali neziritgacha kuchaytiraman va keyingi qismda albatta va'da beraman sizga. Yoki bularni full enchant qilib chiqaman. Ya'ni protection, mending qilibdi. Keyingi qism albatta chiqadi. Kuting. Va men hozir 10 minut oldin qo'ygan yoki 1 soat oldin qo'ygan maqsadimga erishdim. Va bular kerak emas. Misli aslahalar. O'z vazifasini atab bo'ldi. Endi bizga qilich, bolta, shunga o'xshash kabi olmos narsalar kerak. Yo'q, kerak emas. Boltani yasab olamiz va qilichni ham yasab olib, bularni hali keyingi qismda aniq full enchant qilib tashlayman. Sharpness qilib. Buning uchun kitobxon villager kerak. Uni yasash uchun kitobjoni kerak. Kitobjoni yasash uchun kitob kerak. Kitobni yasash uchun shakar kamishlardan olingan qog'oz kerak.
Oda 26 ta. Hammasiga kitob yasaymiz. Mana kitob. 26 ta. Yetaydi. Ulardan kitob javob yasayman. Lekin menda taxta yo'q ekan. Taxta olib kelishim kerak. Yoki buni sehrlab keyin taxtaga borsammikan. Qani 20-daraja. Faqat 6-chi. Yo'q, keyin sehrlab olaman. O'zimning kichkina daraxt fermamni chopib olaman. Daraxtdan albatta. Va daraxt fermada unchalik ko'p taxta yo'q ekan. Buni yoqib yuboramiz. Yonib ket. Bittagina o'tin. Yonib ketdi. Endi o'zimga bitta zajgalka yoqishim kerak. Ularni yoqib yuborish uchun. Bular kerak emas. Judayam o'sib ketgan, bularni olish uchun tepaga ko'tarish kerak. Bular chiroyli yonadi-da. Sukut saqlaymiz. Ishga qaytamiz. Kitob jonlarni yasab olib, ularni kuchaytirish kerak. Men boshqa narsa qilmoqchi edim. Yo'q, buni kuchaytirib olgandan keyin axir keyingi qismga men o'zimga maqsad qo'ydim. Full enchant qilish. Hozirda ularni normal enchant qilib turamiz yoki daraxt fermani yana qaytadan jonlantiramiz. Rowni точно zo'r oldi. Kun tushyapti, biz esa uxlab olamiz. Endi o'zimizning daraxt fermamiz hali katta bo'lmadi, shuning uchun o'rmondan daraxt chopishga otlanamiz. Kamgina bo'lsa ham daraxt chopib oldim. Va bularni maydalab olib, hammasini kitob javon qilamiz. 5 ta kitob javon bo'ldi. Bu hali maksimal enchant emas menimcha. 24-daraja, keyin 26, keyin 30-daraja bo'ladi. Shunda maksimum enchant qilishga bo'ladi. Bizda esa terilar tugab qoldi. Shuning uchun o'rmondagi mollarni chopamiz. Kamgina bo'lsa ham teri to'plab keldim. Keraksiz narsalar juda ham ko'planib ketdi. Biz qaytadan yelkamizni sehrlamoqchi bo'ldim. Balki kitoblar ko'payganlar zo'r sehrlar tushib qolar deb. O'shuncha mumkin effektingiz 2, lekin unbreakingdan bo'ladi. Zarar yo'q. Judayam ko'p bo'lik spawn bo'ldi. Bu qanchasi jiddiy. Keyingi kunda o'rtada 15-kunda o'zim qarshi olaman. Kunni odatiy kundek ishlashni boshlaymiz. Kitob javoni, ulardan aytganimdek kitob narsalar. Qayerda spawn bo'ldi? Sen bunaqa ishda ishlama, bunaqa ish bo'lmaydi. Keyin bu ishda ishlashing mumkin. Yalash keladi. Endi qo'yib olsak bo'ladi. Qanaqa ishda ishladi? Qanaqa kitob? Bo'lmaydigan kitoblar javoni. Bizga hali portal qurib qo'yay xatyabi. Bu qismda lekin Nezerga o'tmayman. Spoiler bo'lish uchun ham. Men juda ham qo'rqaman. Kelasi qismda albatta sizga ko'rsatib o'taman. Spoiler qilib aytyapman. Shu video chiqarayotganda menimcha kelasi qismning videosi o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Endi toponimizni enchant qilib olamiz. Effektingiz normal. Taxta chopishga bo'ladi va o'zimizning daraxtlarimiz jonlanibdi. Uni chopib olamiz. Oxirigacha chopaman. Bu tezlashtirilgan kadrda chiroyli kadrlar.
Ko'rishingiz mumkin, soniyasiga o'sib ketyapti. Bu hech qanaqa skip kadr emas. Soniyasiga o'sib ketyapti. Hop, bularni terib olaman va boshqa yerdan quraman. Bu barglar juda ham ko'payib ketdi. Hop, ketdi. Boshqa yerdan qurish kerak yoki mana shu yerning o'zida ham qursa bo'ladi. Daraxt fermamizni qayta jonlantirib olsak bo'ladi. Hop, ekib olamiz va kech tushda uxlab olamiz. 16-kun videomizning oxirgi kuni. Unda xayr obunachilar. Men montaj jarayonidaman va nihoyat tugatdim. Ovoz berish ishlari. Bu video 2 marta render qilindi va bu CapCutning virus bosgan versiyasi. Bitta videoni eksport, ya'ni render qilgandan keyin 2 kundan keyin video sizning galereyangizga yoki faylingizga tushadi. Juda ham qiyin bo'ldi. Va men hardcore menimga kirmaganimga hattoki 1 hafta bo'lib ketdi mana shu videoni kutib. 3 marta render qilindi bu video 2K formatda.